Allo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat, kattakon. Shirinoy opajon, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz, sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agarda sizni bezovta qilib qo'ymagan bo'lsak, sizga tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Rahmat. Opajon. Sizdan o'zlaringiz ham. Rahmat, kattakon opajon. Sizni bugungi shodiyona ayyomingiz munosabati bilan hamda Navro'z ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim xonadoningizdan fayz va baraka arimasin. Go'zal yuzingiz esa doimo kulib turishini tilakdoshimiz opajon. Rahmat. Opajon, bugun sizni xursand qilish uchun o'zining tabriknomalarini siz tomon yozib qoldirib, bizning loyihamizga murojaat qilgan bir mehribon, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi insoningiz borlar. Mana shu yaqiningiz kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Allo, opajon, bizni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Kim bo'lishi mumkin mana shu yaqiningiz? O'g'lim, kelinim. Albatta, judayam to'g'ri topdingiz. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz munosabati bilan nabirajonlaringiz Bahoraxon, Foraxon hamda keliningiz Navbahorxon opamiz nomidan sizni o'g'lingiz Nuriddin akamiz tabriklamoqdalar. Rahmat. Vaqtimga katta sog' bo'lsin, bolalarning baxtiga. Ilohim, aytganingiz kelsin. Opajon, agarda ijozat bersangiz, qadrli o'g'lingizni sizga atalgan ajoyib tabriknomalari bor ekan, e'tiboringizga havola etardim. Ha. Assalomu alaykum. Yuzlarim nurli, mehri ummonim onajonim. Bugungi shodiyona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Bizni baxtimizga sog' omon bo'ling. Onajonim, sizni ta'riflasak juda ham jon kuyar, fidokor, oq ko'ngil, farzandlariga oqilona tarbiya bergan hayot yo'llarimizda ham ustozimizsiz. Sizdek onajonimizni bizga bergan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Ilohim, bu dunyoda ko'rganingiz Makkatulloh, chin dunyoda ko'rganingiz esa jannat bog'lari bo'lsin. Qo'llaringizdan tutib haj, umra ziyoratlariga birgalikda borishligimizni Allohim nasib ro'z aylasin. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqshsiz ona. Qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz ona. Siz bor, alam menga boqmaydi. Ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi. Bo'lmasangiz dunyo yoqmaydi. Siz hammadan yaxshisiz ona. Mehringizdan oromda jonim. Omad o'rab turar to'rt yonim. Fayzlidir sizlar haronim. Siz hammadan yaxshisiz onajonim deya bu ajoyib tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Sizning ham Sog'lom yursin. ularga atalgan yana samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytib qolishingiz mumkin. Ularning baxtiga, mening baxtimga. Rahmat. Ishlariga rivoj bersin. Baxtimga yaxshi bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin opajon. Mana shunday farzandlaringiz mehri ardog'ida guldek ochilib, davru davron surib yurishingizni tilakdoshimiz. Bugungi tug'ilgan kunlaringizni chiroyli o'tkazib oling, o'zingizni esa ehtiyot qiling. Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni.
quvvat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat